Assalomu alaykum qadrli FIFA muxlislari. Demak, sizlar bilan Islombek Live YouTube kanali va biz yangi video roligimizni boshlaymiz. Sizlarni yana uzoq kuttirganim uchun kechirim so'rayman va biz bugun ajoyib open packlar ochamiz degan umiddamiz. Bizda yangi submissiyalar hamma allaqachon ko'rib ulgurgan Chempionlar Ligasi ochilgan do'stlar. Barchani tabriklayman. Chempionlar Ligasi dahshatli o'yinlari hali oldinda. Yaqin kunlarda do'stlar maza qilib futbol ko'ramiz va FIFA Mobile'dan ham ajoyib o'yinchilar ushlaymiz degan umidda bugungi open packlarni boshlaymiz. Demak, bugungi open packlarimiz qani ekstra timedan boshlab olamiz. 40 mingtalikdan nima dedinglar? Nega endi yo'q? Prezident ushlasak yomonmi? Prezident ushlasak davom etamiz, davomiga yana prezident ushlaymiz va biz qarabsizki ajoyib mega omad egasi bo'lamiz. Balki unday bo'lmas, balki prezident ushlarimiz. Balki bunda har kuni tekin sovg'a berar ekan, kecha ham berdi, bugun ham berar ekan. No. Maskerani kerak albatta. Ramazon tuhfasi bu do'stlar. 40 mingtalik ketdikmi? Ketdik. Da-da-da-dam. Prezidentni Diaz bor ekan-ku. Prezidentni Diaz bor ekanmi? Ko'rmabman oxirida. Xo'p, bu qaysi pakdan? Prezidentni Bellingham. Sam kerak emas bizga. Hamshik, Stuger. Qaranglar, 102, 104, 105 prezident oxirida Luis Diaz turgan ekan. Albatta, prezident Luis Diazni taniymiz. Tezligi zo'r bo'lsa kerak do'stlar. Mana boshidan prezident ushladik. Buni kutib olib, statistikasi bilan tanishamiz albatta. Qani bizga Luis Diazni berchi. Tezligi boshlanishi 126 bo'lsin. Shunda norm. Bu qaysi pakdan? Hop. Kolumbiya, Liverpool, Luis Diaz. Endi esa davom etamiz. Keyingi paklar bizda 2 milliard 140 millionlik o'yinchi ushlayapmiz do'stlar. Hoppala. Tezligini ko'ramiz. Rivaldoni o'rnini bosa oladimi yoki yo'q? To'xtab tur, rankap oshirmaymiz hali. Qani bratishga kelji. Menda oldindan o'ynab ketgan bu. 123 tezligi boshlanishi. Biz kutgandik. Yomonmas. Muhimi 107. Extra time boshidan. Endi esa open packlardan boshlaymiz. Bizda Chempionlar Ligasida kimga qanaqa o'yinchi berdi? Kimdirlar Mbappeni ushlabdi. Yana kimdirlar qaysi o'yinchi? Albatta kommentda yozinglar. Kim qaysi o'yinchini ushladi 3000 talikdan. Demak 3000 talik olmosga boshlab olamiz Chempionlar Ligasida. O'zim Mbappe bormi bunda? 107. Men yaxshi ko'rgan o'yinchi Fermin Lopes chiqibdi-ku 106. Yaxshi. FIFA gap yo'q. Barselona Fermin Lopes. Araujo, Harry Kane,
Jones, Rodrigo. Chesney ham bor ekan. Qani ketdik, let's go. Chempionlar Ligasidan hali birinchi pak ochishim. Birinchisi omadli kelishi kerak. Ketdik. Da-da-da-dam. Iltimos ko'rsat bizga, ha. Niderlandiya, RB. Inter. Yana 107. Dumfries. Mana. 107. Ketma-ket ikkita. Bo'lishi mumkinmi bu? Qanchalik omad bu do'stlar? Bo'lishi mumkinmi? Kim ushlagan shunaqa? Kim ushlagan? Buni qaranglar. Grafikasi ham dahshat ekan lekin. Qoyil. Jami bugun shunda 4 milliard tosh o'yin tushladikmi? FIFAga gap yo'q. Mana bo'lar ekan-mi? Do'stlar, asabiylashmaymiz. Sizga kim tushgan bo'lsa ham albatta keyingi safar tushadi. Demak, biz neondan ham ochamiz. Bemalol olmasimiz tuyaguncha ochamiz bugun do'stlar. Ertalabgacha davom etadi to'y deydi-ku. Qani ketdik, bundan Maradonani ushlasaga nima deydilar? Peter Chexnimi? Berganga yarasha ko'proq bersin-da. Yaxshi. FIFAga gap yo'q lekin. Qani. Kutib olamiz. Hop, RV. PSV bu yaxshi emas do'stlar, aniq. Bakayoko. Bugun do'stlar, biz bitta RB ushladik. Eng keraklisi va qanotga LV ushladik. Chap qanot hujumchisi va o'ng qanot himoyachisi. Bu juda va kerakli va qimmatli kartochkalar do'stlar. Qani qani Chempionlar Ligasini. Xo'p. Chempionlar Ligasi yoqdi menga. Birinchidan 107 berdi. Qani ketdik. Bizga Rodrigo yoki Barkolya kerak. Mana Dumfries 4-da turibdi. Shuni berdi do'stlar bizga. Hali ko'rib chiqamiz uni statistikasini. Ketdik. Voy. Kim bu? Jildirab. Shunaqami? Ayolmi bu, erkakmi? Voy. Mayli. Bo'ladi, bizga yetadi 107 ta. Asosiy tarkibimizdan joy oladi. Albatta. Xush kelibsan Luis Diaz va xush kelibsan Dumfries. Qani, voy, mana turishini qaranglar. Pedro Porroning o'rniga Kakras tushadi va Luis Diazni qaranglar. Mana. Hoppala. Bularni kuchaytirib qo'yaylik bitta. Ikkitami xullas. Siranamiz tugaguncha. Burası 8 bo'ldi. 109 bo'ldi. Dumfriesni ham kuchaytiramiz. Himoya beton bo'lib ketdimi do'stlar, nima deydilar?
Buni statistikasini ko'rmadik-ku. Tezligini qaranglar. 110 boshlanish. Himoya dahshat. Xo'p. Yaxshi. Rank up oshirib qo'yamiz darajasi. Juda kerakli pozitsiya edi do'stlar bizga. Juda kerakli. Chempionlar Ligasi rahmat, Extra Time rahmat. Sizlarga kim tushdi do'stlar Extra Time'dan? Bitta o'rtog'imga Buffon tushibdi. U bilan albatta o'ynab ko'rish kerak. Amallaymiz, bizga Luis Diaz keldi va himoyani ham yaxshiladik. Keleli Luis Diaz'ni 110 qilib qo'yaylik shu. Tak. Overimiz 111 ga chiqdimi, yo'qmi? Chiqadimi o'zi? 111 ga. Chiqmadimi? Zaxirani olib tashlash kerak ekan. Hoppala. Qani? Yo'q. Hoppala. Qani? Yo'q. 111 ga chiqish juda qiyinmi deyman. Ha. Rivaldoni ham zaxiraga qo'yamiz. Nima, Rivaldo yaxshi o'yinchi. Xo'p. Training transfer Luis Diaz'ga. Yigirmata kuchaytirdikmi? Boshlanishi 123 edi do'stlar. Dahshatli. Ha, trening mana shu yerda olsanglar bo'ladi. Agar trening transfer qilgancha kimdir bilmasligi mumkin albatta do'stlar. Bilamiz deyishinglar mumkin. Kimdir bilmasligi uchun aytib ketdim. Ha do'stlar. Ha. Xo'sh. 14 marta kuchaydi va tezlik 170 ga chiqdimi, nima deysizlar? Ha, buni detal hozir. Skill pointlarni to'g'rilab olaylik. 141. Dextraga beraylik, maksimalniy. Bu tezlik qo'shadi do'stlar. Yanada tezlik qo'shadi. Va 148 hozircha trening qilamiz 20 gacha. Hop. Xo'p, mayli. Yana ham oshiramiz qali. Xo'p, Maskeronamiz yetsa-da. Maskeronamiz kam ekan. Dumfriesni ham 110 qilib qo'yaylik mana shu bolani. Sazasi bo'lmasin. Va bizda Maskeroni qolmadi, bitta qoldi. Bittani nima qilamiz do'stlar? Ajoyib bizni usulimiz bor-ku, sevimli. Shundan foydalanamiz. Bu albatta o'xshamaydi 100%. 100% emas, 99% o'xshamaydi. Nima? Rank up. Ha, rank up. O bunday mana bunday bunday qilib 20%. Qani bo'laqa. Qani. Va. Ko'p ketdi bitta maskerani. Mana. Xo'p do'stlar, mana Dumfriesga ham trening qilib boramiz keyinchalik. Va bugungi video shulardan iborat edi do'stlar. Tarkibimiz mana. Bugun ikkita 107 ishladik. Tarkibni 107 bilan to'ldirmoqchimiz. Demak bizga ozgina qoldi.
107 Dumfries Inter va 107 Luis Diaz Liverpool o'yinchilarini ushladik do'stlar. Bugunchalik video shulardan iborat edi. Like bosinglar, albatta kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Keyingi video chiqqanda qo'ng'iroqcha chalinadi. Bizning kanalda yangi video chiqdi deb. Hammaga omad do'stlar. Svefadan 107 o'yinchilar sizga nasib etsin. Like bosib qo'ying. Hammaga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha.